To'qayev hozirgi vaziyatda Putinni qo'llab-quvvatlashdan bosh tortdi. Ommaviy axborot vositalari. Wagner egallagan harbiy okrug shtab-kvartirasida portlash sodir bo'ldi. Medvedev Moskvadan evakuatsiya qilindi. Jirkanch xiyonat. Ramzan Qodirov Prigojinning isyoniga munosabat bildirdi. Lukashenko zudlik bilan oilasini Turkiyaga olib ketdi. Ommaviy axborot vositalari. Shavkat Mirziyoyevning administratsiyasi Putin qanday xabar yetkazganini ochiqladi. Yomonlik yo'lini tanlagan har qanday kishi o'zini o'zi barbod qiladi. Zelenskiy. O'zbekim aviakassasidan sizlar uchun ajoyib yangilik. Endilikda siz bir kunda kirdi-chiqdini samolyot orqali amalga oshirsangiz ham bo'ladi. O'zbekistondan Rossiyaga hamda Rossiyadan dunyoning istalgan davlatiga aviachiptalarni qulay narxda xarid qilishingiz mumkin. Xabarlar.uz buni kafolatlaydi. Kerakli ma'lumotlarni ekraningizdagi raqamlar orqali olishingiz mumkin. Wagner egallangan harbiy okrug shtab-kvartirasida portlash sodir bo'ldi. Rostov-Dondagi Janubiy harbiy okrugi shtab-kvartirasida portlash ovozi eshitildi. Bu haqda RBK xabar qilgan. Wagnerchilar u yerga to'plangan shahar aholisini haydab chiqarishni boshladi, deyiladi xabarda. Shuningdek, shtab-kvartirada tushunib bo'lmaydigan otishma haqida xabar qilingan. Hurmatli rostovliklar, agar sizni ayni vaqtda Budinovskiy prospektidagi shtab-kvartirada yoki boshqa o'rab olingan binolar yaqinida bo'lsangiz, tavakkal qilmaslik va xavfsiz joy topishingiz yaxshiroqdir. Eng yaxshisi uyga qaytishingiz ma'quldir, deya ogohlantirgan nashr. Medvedev Moskvadan evakuatsiya qilindi. Ommaviy axborot vositalari. Rossiya Xavfsizlik kengashi raisining o'rinbosari Dmitriy Medvedev oilasi bilan birgalikda Moskvadan evakuatsiya qilingani aytilmoqda. Bu haqdagi xabarlar turli ijtimoiy tarmoqlar kanallarida tarqaldi. Qayd etilishicha, Medvedevdan tashqari Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'tirgan vertolyot Novgorod viloyati Valday shahri tomon uchgani ham taxmin qilinmoqda. Medvedev o'zining Telegram kanalida Toshkent vaqti bilan soat 14:19 da so'nggi postini yozgan. Unda shunday deyiladi: Endi maqsadimiz vatanimizni bo'lib tashlamoqchi bo'lgan tashqi va ichki dushmanni yengish. Davlatimizni saqlab qolish uchun eng muhimi prezidentimiz, mamlakatimiz qurolli kuchlari oliy bosh qo'mondoni atrofida birlashishdir. Bo'linish va xiyonat eng katta fojia, umumbashariy falokatga yo'ldir. Biz bunga yo'l qo'ymaymiz. Dushman mag'lub bo'ladi, g'alaba bizniki bo'ladi, deb ta'kidlagan Medvedev. Shavkat Mirziyoyevning administratsiyasi Putin qanday xabar yetkazganligini ochiqladi. 24-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putinning telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi. Bu haqda O'zbekiston Prezidenti matbuot xizmati xabar qilgan. Aytilishicha, Prezident Vladimir Putin Mirziyoyevga Rossiyadagi vaziyat to'g'risida ma'lumot bergan. Shuningdek, ikki tomonlama va mintaqaviy kun tartibidagi dolzarb masalalar ham muhokama qilingan. Avvalroq Vladimir Putin Belarus va Qozog'iston prezidentlariga qo'ng'iroq qilib, ularni Rossiya ichidagi hozirgi vaziyatdan ham xabardor qilgan edi. Yomonlik yo'lini tanlagan har qanday kishi o'zini o'zi barbod qiladi. Zelenskiy. Ukraina rahbari Wagner yo'llanma askarining Rossiya hukumatiga qarshi isyoniga munosabat bildirdi. Yomonlik yo'lini tanlagan har qanday kishi o'zini o'zi barbod qiladi. Boshqa mamlakat hayotini yo'q qilish uchun harbiy kuchlarni yuboradi va qarshilik ko'rsatsa, ularni qochish va xiyonat qilishdan saqlay olmaydi, deb ta'kidlagan Zelenskiy. Jirkanch xiyonat. Ramzan Qodirov Prigojinning isyoniga munosabat bildirdi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Wagner asoschisi Yevgeniy Prigojin boshchiligidagi isyonni jirkanch xiyonat deb atadi. Sodir bo'layotgan voqealarning barchasi orqaga urilgan pichoq va chinakam harbiy isyon. Qodirov Vladimir Putinning murojaatidagi har bir so'zni to'liq qo'llab-quvvatlashini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Mudofaa vaziri va Rossiya gvardiyasining Checheniston Respublikasidagi bo'limi jangchilari allaqachon keskinlik zonalariga jo'nab ketgan. Biz Rossiyaning birligini saqlash va uning davlatchiligini himoya qilish uchun hamma narsani qilamiz, deb ta'kidlagan Qodirov. Men jangchilarga, vatanimiz vatanparvarlarga murojaat qilaman. Provokatsiyalarga berilmang. Sizga qanday maqsadlar qo'yilmasin, qanday va'dalar aytilmasin. Bunday paytda davlat xavfsizligi va rus jamiyatining jipsligi hamma narsadan ustundir. Ko'ryapsizmi, g'arbdagi dushmanlarimiz bu vaziyatdan qanday foydalanmoqda? Fuqarolarimizni cho'chituvchi qancha axlat, qancha yolg'on murojaatlar vaziyatni beqarorlashtirish xavfini tug'dirmoqda. Prigojinning xiyonatkor yurishidan kutilgan oqibatlar ham shudir, deb ta'kidlagan Ramzan Qodirov. To'qayev hozirgi vaziyatda Putinni qo'llab-quvvatlashdan bosh tortdi. Ommaviy axborot vositalari. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan telefon suhbatini amalga oshirdi. Qozog'iston yetakchisi davom etayotgan hozirgi voqealar Rossiyaning ichki ishi ekanligini aytdi. Rossiyaning ichki ishi jumlasi bir qator ommaviy axborot vositalari tomonidan To'qayevning Rossiya prezidentini qo'llab-quvvatlashdan bosh tortishi deya talqin qilinmoqda. Qayd etilishicha, ikki davlat rahbari telefon orqali Rossiyadagi joriy vaziyatni muhokama qilgan. Qozog'iston
Prezidentining matbuot xizmati bergan xabarda aytilishicha, To'qayev konstitutsiyaviy tuzum va qonun ustuvorligi mamlakatda qonuniy va tartibni ta'minlashning ajralmas sharti ekanligini hamda bu jamiyat xavfsizligi va uning muvaffaqiyatli rivojlanishining asosligini ta'kidlagan. O'z navbatida Vladimir Putin Qozog'istonga Rossiya Federatsiyasidagi mavjud vaziyatni tushungani uchun minnatdorchilik bildirgan. Rossiya ommaviy axborot vositalarida ham To'qayevning so'zlari Putinga yo'q deyishning diplomatik tildagi ifodasi sifatida talqin qilinyapti. Lukashenko zudlik bilan oilasini Turkiyaga olib ketdi. Ommaviy axborot vositalari 24-iyunga o'tar kechasi Belarus fuqarosi Aleksandr Lukashenkoga tegishli bo'lgan samolyot Turkiyaning Bodrum shahriga uchdi. Bu haqda Glavred.info xabar qilgan. Aytilishicha, Aleksandr Lukashenkoga tegishli bo'lgan AW301PG davlat samolyoti tungi soat 12:01 da Minskdan havoga ko'tarilib, ertalab soat 5:15 da Bodrum aeroportiga qo'ngan. Ayni paytda Lukashenkoning samolyoti Turkiyaga yetib keldi. Belarus hukumatining AW301PG samolyoti Minskdan yarim tunda havoga ko'tarilib, ertalab soat 5 da Bodrumga qo'ndi. Bu samolyotdan Belarus rahbarining oilasi foydalanmoqda, deb yozgan ukrainalik jurnalist Andrey Saplyenko o'zining Telegram kanalida. Manbaga ko'ra, Lukashenkoning bu qarori katta ehtimol bilan Rossiyadagi harbiy to'ntarish bilan bog'liqdir. Ichidan zil ketayotgan Rossiya Ukrainaga yana havo zarbalari berdi. 24-iyun kuni erta tongda Rossiyaning Ukrainaga bergan so'nggi havo zarbalari ortidan Kiyevda kamida 3 kishi halok bo'lgan. Bu haqda Ukraina rasmiylariga tayanib Reuters agentligi xabar qilgan. Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenkoning aytishicha, raketalar mamlakat bo'ylab kamida 5 ta hududni nishonga olgan. Kiyevdagi ko'p qavatli uyga hujum oqibatida 3 kishi halok bo'lgan, 8 kishi yaralangan. Bu terrorchilarning uslubi, Rossiyaning uslubi, deb yozgan u Telegram kanalida. Ukraina harbiylarining ma'lum qilishicha, havo hujumida mudofaa tizimi 51 ta qanotli raketadan 41 tasini, shuningdek Rossiya tomonidan hujumda uchirilgan 2 ta dronni yo'q qilgan. Kiyev harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Popko esa shahar atrofida 20 dan ortiq raketalar urib tushirilganligini bildirgan.